Assalomu alaykum. Qasalar hayoti kanalimizning kuzatuvchilari 2026-yil 26-aprel holatiga turtovkani tuzatish masalasi bo'yicha ikkita arimiz turtovka bo'lgandi. Mana bu ikkinchi yashikning o'ng tarafi bilan 49-yashikning chap tarafi bir hafta oldin turtovka bo'ldi. Bir hafta 10 kun oldin men bularni tuzatish uchun ichidagi arisini hammasini qoqiladi. Turtovka bo'lishining birinchi sababi ikki xil turtovka bo'ladi. Ona arini haqiqiy ona ari o'zi ishchari tuxumi qolmagandan keyin yo kasallanganda sovuq paytlari umuman ishchari yacheykalariga ishchari tuxumini qo'ysa bu normal holat. Ishcharilariga erkak arilarni tuxumini qo'ysa, ya'ni urug'lanmagan tuxumlarni qo'ysa bu nenormal holat bo'ladi. Unda turtovka paydo bo'ladi. Turtovka paydo bo'lganda nima qilamiz? Ona arisiz uzoq qolgan ishchi arilar o'zlaridan ularni tuxum qo'yish instinkti ishlab ketadi-da, uyani saqlab qolish uchun va turgan tuxumlarni, ya'ni urug'lanmagan erkak ari tuxumlarini qo'yib boshlaydi. Uni nima qilamiz? Arisini hammasini boricha uyasiga bo'sh qoldiramiz. Bo'sh qoldirib bitta qoldirmay romkasini hammasini olib tashlaymiz. Mum, karmushkani orqasidagi mumlar, arilar yazik tortishi uchun umuman sharoit qoldirmaymiz-da. 2-3 sutkaga arilarni o'zini qoldiramiz. Umuman romlarsiz. Keyin unga asta-sekin urug'langan ona arini faqatgina qafasga solib, bigudek qafasga solib, o'rtasiga ildirib qo'yamiz. O'shanda arilar yana bir sutka unga o'rganadi. Mana shu 49-yashik chap tarafi ham xuddi shunday turtovka bo'lib qolgan. Mana shu o'rtaga ona arini osganmiz. O'rtaga bitta diafragma qo'ysangiz ham bo'ladi. Diafragma mana shu yerga qo'yib, mana shu yerga osiltirib qo'yasiz. Hozir aniqroq tushuntirib beraman. Mana bigudimiz. Tasavvur qilaylik, ishchi arilarimiz erkak ari qo'yib turtovka bo'lib qoldi. Mana yuribdi, mana shu 3 ta romga turtovka qo'ygan. Tasavvur qilaylik, bu hozir normal holatda ishlayotgan 2026-yil ona arimiz 3 ta romga turibdi. Hozir bunga romka qo'shamiz. Mana o'sha turtovkadan qaytib oqartirib boshlaganman. Ozgina ovqat berib turibmiz cherezdan kunora. Mana tasavvur qilaylik, arimiz turtovka bo'ldi. Mana shu 3 ta romga uzoq vaqt onasiz qolish natijasida bular erkak ari tuxumlarini qo'ya boshladi. Biz nima qilamiz? Arisini hammasini boricha qoqamiz. Mana shu uyada hech qanaqa mum, mana bunaqangi mumlar ham qolmaydi. Karmushkasini ham olib tashlaymiz va ustini yopib qo'yamiz. Yozib qo'yamiz. Mana bu yerga 18-aprel kuni misol uchun deb 18:04 qilib yozib qo'yamiz. Shu kuni umuman romlarni olib tashlaganmiz. Undan 3 sutka o'tkazamiz. 21-kuni kelamizda bunga mana bunday ona arimizni, urug'langan ona arimizni yoki urug'langan berishimiz yaxshi, maqsadga muvofiq 80% ushlab sirasi tuxumga kirish kerak. Chunki bularning yoshi qarib ketgan, uzoq muddat ona arisiz qolgan va naslni saqlab qolish maqsadida ular o'zlarini ishchi arilar tuxum qo'ya boshlagan. Buni qoqib bo'ldik. 3 sutka turdi. Undan keyin mana bunday bigudiga, mana bunday qafasga ozroq kandi solamiz. Asal solsak erib ketadi. Mana bunaqangi mana kandi solib, idishga orqasi yopiq. Kandi solamizda bitta ishchi ari, bitta ona ari urug'langan va ikkita yoshgina o'zini o'sha ona arini uyasidan bunga ishchi ari solamiz. Sababi buni boqib turish uchun. Va 3 sutkadan keyin arimiz hech qanday romlarsiz 3 sutka turgandan so'ng mana bunaqa yertiga, mana tasavvur qilaylik, diafragmani o'zi turibdi. Mana bu yerga bitta mix qoqamiz. Mana bu yerga mix qoqib 10 sm arini pastga tushiramiz. Mana bunaqa yiziklar bo'lmash kerak. Bu hozir normal ishlab turgan ari, shuning uchun yizik tortavergan. Mana shu yerga 10 sm joyga mana bir qopqog'ini yaxshilab sko'shlab qo'yamiz. Chiqib ketmaydigan qilib. Biz qo'yib ketganimizdan keyin plastmassa issiqlikda erib turib, mana bunday ochilib ketsa, bular birdan o'ldirib qo'yishi mumkin. Bizning qimmatbaho arimizni. Hozir
bitta ona arini urchitish uchun 25 kun, 20 kundan ziyod vaqt ketadi. Uni tug'ilib voyaga yetkazguncha 1 oy vaqt ketadi. Rost mana ishga kirincha. Mana shunday qilib osib qo'yamiz. Arilar bunga 1 sutka o'rganadi. Undan keyin mana bu orqasidagi kandini hozir yaxshiroq ko'rinish uchun mana buni orqasida ham yana bitta to'sqichi bor. Shuni olib qo'yamiz va bu yoqdan ona ari bilan kirgan ishchi arilar, bu yoqdan turtovka bo'lib qolgan ishchi arilar jamoasi yeb ikkalasi mana shu yerda uchrashadi va ona arini qabul qiladi. Qabul qilib, natijada bitta sush romka berasiz. 2 dona bersangiz ham bo'ladi. Arini kuchiga qarab 2 dona sush berganingizda ari sekinlik bilan o'tib unga tuxum qo'yib boshlaydi. Ana undan keyin bitta, 2 ta, 3 ta qilib sekin arini kuchiga qarab mana bunaqa o'zi tortganda yaziklar. Sekin bitta mumparda sush keyinchalik agar uyda biznikiga o'xshab mana ko'p joy bo'lsa, undan keyin bitta qilib rasplot bersangiz ham bo'ladi boshqa uylardan. Hozir men buni qanchalik ishlayotganini ko'rsataman. Ha, yana bitta narsa, agar mana bu uyadagi ari 1 sutka chiqqandan keyin ham orqasidan kandini yeb ochmagan bo'lsa yoki ustini talab mana bunday musht qilib olib, g'uvillab ari ichidagi arini o'ldiraman deyotgan bo'lsa, bu arini yana 1 sutka qo'yamiz. Chunki ichidan arini chiqarib o'ldirib qo'yish mumkin yoki chiqarmagan taqdirda arilar juda texa bo'lsa, mana buni o'zimiz ochib, arini qo'yib yorib turamiz va shu kuni kuzatib turamiz. Qisib o'ldirib qo'ymasligi uchun va shu kuni yaxshilab sirop beramiz, qiyom beramiz. Hozir ramkalarni ko'taraman. Mana arimiz oxirgi ramkasiga ham tuxumlar ko'rinyapti. Juda chiroyli qilib qo'ygan. Ona arimiz juda ham xotirjamlik bilan yuribdi. Hozir onarini ham ko'rsataman. Mana bu rost mana tuxum qo'yib boshlagandan keyin men rasplotlik romka berganman. Tezroq kuchayishi uchun. Ona arisi yuribdi, ishlayapti. Uchala romkasida ham ari to'liq qoplagan. Diafragmada va o'rta to'sqida ham ari ko'p. Men bunga hozir 2 ta mumparda beraman, ya'ni vashina. Mana chala ishlangan va bitta mumparda berdik. Endi xudo xolasa bunga ishlasa, mana o'rta to'siqni yopamiz. Bu yoqdan kirib chiqayotgan arilar mana bu yerdan kirib ketadi va mana bu yerda turgan 2026-yilda urug'langan arimiz uyasini kengaytiramiz. Mana shunday qilib turtovkani to'xtatishimiz. Xudo xolasa 100% turtovka shunday qilib to'xtatiladi. Hozir yana bitta uyani ko'rsataman. Ya'ni ikkinchi yashikning o'ng tarafi. Boya aytdim 49-yashikning chap tarafi va ikkinchi yashikning o'ng tarafida arilar turtovka bo'lgan. 2026-yil. Mana arimiz. Ramkada turibdi. Adashmasam men bunga bitta mumparda bergan edim. Ozgina sirop berib turibmiz. Kunlar. 2 kun oldin bergan mumpardamni bular to'qib olib qo'yishgan. Bu 2 xonalik yashik. Bunga endi rasplotlar beramiz. Qabul qilib tuxum qo'ygan. Ishchilar buni to'liq to'qigan. 2 kun, 3 kunlik mumparlash. Bu yoqda ishchilar juda ko'p. Endi bunga 2 ta rasplot, endi chiqayotgan rasplot beramiz. Mana romkaga ham to'liq tuxum qo'ygan.
tuxum qo'yib yuribdi. Men ona arisini ushlab oldim. Sababi bu 2026-yil arimiz urug'langan, turtovkadan qaytgan arilarga berilgan. Uni belgisi qo'yilmagan. Endi bunga belgi qo'yamiz. Kommentariyada yozishibdi. Bu bo'yoq qayerda sotiladi? Masalarchilik magazinlarda sotiladi. Bu oddiy flomaster emas. Maxsus asalarni bo'yash uchun 2026-yil oq belgi va arilarni biz oqqa bo'yaymiz. Mana ona arimiz oqqa bo'yadik. Endi shu bilan xudo xolasa ari harakatga kelib yurib ketdi. Shunaqa do'stlar. Turtovkadan qaytarishni 100%lik yechimi mana shu. Sog' bo'lasizlar. Turtovka ko'payib ketsa ishchi aridan nimalarga olib keladi? Birinchidan turtovka urug'lari ko'payib ketsa, ishchi arilar ozroq muddatdan keyin ularni boqmay qo'yadi. Bu yerda geneliz, ya'ni chirish kasalligi paydo bo'ladi. Chirish kasalligi degani bu degani yosh arilarni u yerda chirib ketishi, keyingi naslning tugashiga olib keladi va arilar juda asabiy bo'lib qoladi. Arilarni ochganingizda, uyasini ochganingizda birdan sizga tashlanadi. Bu holatda bilingki, asalari shunday uyasini ochganingizda tashlanyaptimi? Havoning iliq paytida ham, quyosh bor mana shunaqa paytda ham demak, asalarimizda yoki kana bor, yoki katta ehtimol bilan chirish kasalligi tushgan bo'lishi mumkin. Yoki ovqatda kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun arilarni ochib qarayapsizmi? Agar jahldor bo'lib birdan tashlansa, siz uni yaxshilab sinchkovlik bilan ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Mana bunga hozir men eski 2025-yil ona arilarimni ko'rib ikkita bunga endi chiqadigan rasplot beramiz. Chunki bu yashigimiz 2 xonalik. Mana bu tarafda 2025-yil matkamiz, ona arimiz turibdi. Buni tezroq to'ldirishimiz kerak. Bugun 2026-aprel bo'ladigan bo'lsa, buni tez suratda to'ldirib, asal sezonga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hozir Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida O'rsarax deydi, Ayvandus deydi. Hamma har xil nomlar deydi. Shu daraxt hozir gullab turibdi. Ayni gul paytida matkalarni almashtirishimiz, ularga mumpardalar to'qitishimiz juda oson bo'ladi. Mana yangi tashkil qilingan arilarimiz ham bunday zo'r ishlayapti. Hammasi shunaqa. Bittasini hammasi. 31-yashni ko'radigan bo'lsak, arilar kelib gulchang olib kelyapti. Olib kelgan shiralarini yalab ko'rsak, o'sha o'ris daraxt, sassiq daraxtdan asal kelyapti. Arilar ishi qizg'in. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Kim obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysa, bundan ham qiziqarli, foydali maslahatlar, asalarni ko'chirish, qachon ko'chiriladi, qanday ko'chiriladi, shular haqida ham aytib o'tamiz. Keyin bitta oyoqlarimizni obzor qildik. Mana hammasi oyoqda turadi. Bitta ikkita paketlarimiz, bu yashiklarimiz sekin hammasi bir akavatga chiqib ketadi. Buni yashikni ko'targan paytimizda, yashikni tanasidan ko'targanimizda bu tushib qoladi. Mana bu oyoq tushadi faqat. Mana bu ugolnik bilan profil qoladi. Mana bu oyoqlarni yig'ishtirib ko'chirib ketishimiz mumkin. Ana shunaqa ma'lumotlar. Mumpardalarda ham qo'yish tartiblarini ham o'rgatib o'tamiz. Kommentariyallaringizda fikrlaringiz, kamchiliklar bo'lsa to'ldirib, xato kamchiliklarni sizlardan uzr so'raymiz. Biz ham o'ta professional arichi emasmiz. O'zimizga yarasha tajribamiz bor. Kim xohlasa shunaqa qilishi mumkin, xohlamasa o'zini usulini qo'llash mumkin. Lekin biz shunaqa qilamiz. Hech kimni mana shunaqa qiling deb majburlamaymiz. Xohlasa qilishi mumkin. Mana ikkita asalarimizni ko'rsatdim. Turtovkadan 100% qaytgan ishchi ari urug'larni qo'yib yuribdi. Xudo xolasa
bular shu yil asal beradi.